Hadi bizot chiqaraverasizmi? Katta buqalarni ham, bizotga ham chiqarib bering. Deydigan ukalarimizga mana. Mana xudo xolasa gibridni zo'ra. Orqada 7 oylik bo'g'oz. Mana Galishten friz 7,5 oylik. Yana bitta gibrid buqa. Mana xudo xolasa to'rboz soniga o'rtoqlar. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib ketasizlar xudo xolasa. 10-avgust hafta kuniga dushanba o'rtoqlar. Xudo xolasa sanamiz. 97 kodi bilan ana uyat bo'lib ketdi. Xalq ko'ryapti, xalq. Ana. Sharbanda. Mana, azanga aytaman jim turgin deb. 97 kodi bilan 709 25 06. 24 ga 7 aloqadamiz xudo xolasa. Mana shunaqa buqani olib qo'yib, qo'shningiz chiqib onajinimga, qo'shnimga, anaqa sigirimga qo'shib oling, kuylab qopti desa. Ha? O'rniga o'zingizni qo'ygingiz kelmaydi, bilaman. Menda shunaqa buqa bor ekanda, o'zingiz xursand qilib qo'yasiz endi. Mana. Zotga so'ragan ukalarimizga 45 million so'm xudo xolasa. Dastavkalarni O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. Amerikanskiy semental 2 egalari. Yoshligidan katta qilibdilar. 6 oy, 5,5 oygacha sut emibdi. Tuxumlarni ichibdi. Nechta to'g'ni jo'ja qilmoqchi bo'lgan paytida juvormay qilib bo'pti mana. Endi navbat g'onajillarga kelganmish. Shunaqa deyapti, hozir gaplashuvdim. Mana. 97 kodi bilan 709 25 06 mana. Xudo xolasa 2 million so'm zaklab tashlab berasiz. 100 gacha olib borib beradilar. Muammo yo'q. Xo'p, keyingi buqamiz rossiyskiy. Nech pul edi rossiyskiyimiz aka? 32 million so'm rossiyskiy buqamiz. Mana puli arzonroq bo'lsin, mayli. 45 million pulim yo'q deydigan ukalarimizga. Gibridimiz bo'lsa 33 million so'm. Dastavkalar O'zbekiston bo'ylab 97 kodi bilan 709 25 06. Mana 3 yo'l bir joyda. Xudo xolasa bo'lsa undan ham sal arzonroq kelishtirib beramiz. Xayrlarni o'tib. Mana yeb ichib turibdi, tani joni sog' xudo xolasa. Olib olasiz, yedirasiz, ichtirasiz, tekshirasiz, xohlasangiz g'onnajinga qo'yib ko'ring. Ko'rasiz, qani atirgul shaydosimi, lola shaydosimi? Nima derkin bular? Ko'rasiz, keyin pul berib yuborasiz. Muammo yo'q. Mana buqadan qo'shganman. Mana yagonamiz, durdonamiz deydi-yu. Bizni qishloqda bir donamiz deydiganlarga mana. Mana shu gibrid buqamizdan qochibdi. Mana shu buqamizdan qochibdi. O'rtoqlar, mana shundan qochgan. Xudo xolasa mana yeb ichishlari. Mana hech qanaqa muammo yo'q. Mana. Hech qanaqa muammo yo'q. 7,5 oylik bo'g'oz, birinchi qoringa Galishten friz. Xudo xolasa ikkinchi qoringa yalpayib, hozirgi kunda 80 million deyishyapti-yu. 1 tonna bo'lib ketadigan. Xuddi o'shani birinchi qornida akalar. Bizda 80 million, 60 million, 70 million, 50 millionlar yo'q akalar. 45 million so'mga 100 gacha olib borib beramiz xudo xolasa. 7,5 oylik bo'g'oz. Mana oq so'sga, oq yelin. Mana yelin solishni boshlagan jonivor mana. O'z so'z isboti bilan yemasa ichmasa bunaqa bo'lmaydi, yeb ichib o'zgan ko'rsatib turibdi. Mana o'rtoqlar, 45 million so'm dastavkasini O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz. 2 million so'm zaklab tashlab berasiz. 100 ga borgandan keyin ko'rib, tekshirib yeb ichishlarini mana. Yuvoshliklarni ko'rib, qolgan pullar shitir Shopur akamizdan sanab olasiz. Mana shu buqa joniga oro kirganda buni 7,5 oy oldi. Mana assallanima. Mana o'rtoqlar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Xudo xolasa keyingi videoda ko'rishguncha 97 kodi bilan 709 25 06 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Joningiz sog' bo'lsin.